41-masala. Noma'lum miqdordagi glyukozaning 5dan 1 qismi spirtli achitda qolgan, glyukozaning yarmi chala, qolgan yarmi to'liq parchalandi. Jarayon natijasida jami 56 mol karbonat angidrid va 328 mol ATF hosil bo'ldi. Quyidagilarni aniqlang. Demak, spirtli achish bo'lgan, chala parchalanish, to'liq parchalanish. 5dan 1 qismi demak spirtli achish bo'lgan. Demak 5dan 4 qismi qolgan, uni yarmi 5dan 2 qism chala, 5dan 2 qismi esa to'liq parchalangan. 5dan 1 qismini x, 5dan 2 qismlarini esa 2x va 2x deb belgilab olamiz. Spirtli achish formulasini yozib olamiz. Chala parchalanish formulasi va to'liq parchalanish formulasi. Bizga hozir masalani ishlashimizga kerak bo'ladigan narsa bu spirtli achishda ajralgan karbonat angidrid hamda to'liq parchalanishda ajralgan karbonat angidrid miqdorini bilish. Ya'ni bunga ko'ra spirtli achishda 1 mol parchalangan paytda 2 mol karbonat angidrid hosil bo'lar edi. To'liq parchalanishda esa 6 mol karbonat angidrid. Xo'p, biz shunga ko'ra x mol glyukoza spirtli parchalangan paytda 2x mol karbonat angidrid hosil bo'lgan desak bo'ladi. To'liq parchalanishda esa 2x mol glyukoza parchalangan. Shuning uchun 2x ni 6 ga ko'paytiramiz, 12x bo'ladi. 2x 12x. Jami 56 mol karbonat angidrid. X ni topsak 4 ekan. Demak, spirtli achigan glyukoza 4 mol, chala parchalangan va to'liq parchalanganlar esa 8 moldan. Sitoplazmada sintezlangan ATF tarkibidagi jami energiya miqdori so'ralyapti. Demak, nima qilamiz? 2 mol ATF bu yerda ajraladi vobsheta. Bu yerda ham 2 mol sitoplazmasida, bunda ham 2. Barchasini qo'shamiz, 4 8 8 ko'paytirilgan 80 ga. Chunki 2 mol ATF da 80 kilojoule energiya bo'ladi. Qo'shsak, demak 1600 kilojoule bo'lar ekan. Glyukozaning to'liq parchalanishida issiqlik sifatida tarqalgan energiya miqdori. To'liq parchalanishda 8 mol parchalangan, issiqlik sifatida tarqalgan. Demak, 8 molni ko'paytiramiz 1280 ga, javob 10240.